Kelinglar, bugun sizlar bilan biz ishlaydigan fermani ozroq obzor qilamiz. Biz mana shunaqa karavanda yashaymiz. Bu bizni karavan, biz yashaydigan karavan. Har bir karavanda 6 kishidan odam yashaydi. Bu bizni ferma katta bo'lgani uchun bu yoqda rosa ko'p karavanlar. Fermamizda o'zini kichkina magazinchasi bor. Kerakli belgilangan vaqtlarda ishlaydi, har doim ochiq turmaydi. Bu magazinda ichi, keyin bu tarafda dam oladigan joy, bemalol dam olish kunlari kollektiv bilan shashlik qilib, hamma narsa qilib o'tirsa bo'ladi. Bu yoq tomon ofis. Ofisda eshikdan kirganda shunaqa katta sport zal, bu yoqlari dam olish zonasi. Bu xona ham dam olish zonasi, bemalol dam olsa bo'ladi. Bu yashikchalar pochta kelsa har bir karavandagi alohida. Bu yoqda ishchilar uchun bepul sabzavotlar qo'yiladi. Bu taraf ofisda ichi. Ofisda ichida dush, женский, мужской tualet bor. Bu yog'i dam oladigan zona. Bu firmamiz haqida qisqagina video bo'ldi. Firmamizda qiziq narsalar rosa ko'p. Kuzatib borsalaring, sekin-sekin hammasini video qilib qo'yaman.